Bizning kundalik hayotımızda duch kelayotgan sinoqlarning turlari intayin ko'p. O'ylab baxdingizmi? Bir kuni tuyuqsiz kelib qolgan kasallik, xizmatdan haydalish xabari, yaqin do'stingizning orqangizdan pichoq urishi yoki uydagi biror cho'ng jidal. Bugungi kunda dunyoning har qaysi joylaridagi musulmonlar turli tuman sinoqlarga duch kelyotadi. Masalan, G'azzadagi qarindoshlarimizning qonliq kurashlari, bizning Sharqiy Turkistondagi qarindoshlarimizning erkinlik uchun tortayotgan jafolari, to'layotgan bedellari, Suriye, Yemen, Arakan qatorliq joylardagi qarindoshlarimizning ig'ir kunlari biz bu sinoqlardan o'tilmay sinib qoldik bo'lib qolyapmiz. Hammamiz kimning sepida, kim tarafda ekanligimizni obdan o'ylanib baqayli. Biz zolimlarni kuchlik deb ularning sepidimi yoki mazlum bo'lsa-mu Allohning g'albisiga ishonadigan mazlumlarning sepidimi? Yetib keldi bizlarga xush muborak Ramazon. Assalomu alaykum aziz qarindoshlarim. Har kuni tong saharda ro'z tutish niyati bilan o'rnimizdan turib, yangi bir kunning bizga nimalarni elib keldiganligini bilmaymiz. Bu muborak Ramazon oyining oxirgi kunlarida hayotimizdagi sinoqlar haqida birga o'ylanib baqayli. Masalan, ba'zida xushallik, ba'zida g'am qayg'u, ba'zida utuq, ba'zida mag'lubiyat. Bu dunyodagi hayotimiz mana mushundoq sirliq va murakkab. Ammo bu sirlarning orqasida chunqur hikmatlar yoshiringan. Alloh taolo Qur'oni Karimda kullu nafsin za'iqatul maut va nabluukum bish-sharri wal khayri fitnatan va ilayna turja'un. Har bir jon egisi chuqum o'limning ta'mini tetiydi. Biz sizlarni yaxshilik va yomonlik bilan sinaymiz. Oxirda sizlar bizga qaytsizlar degan. Bu oyatda Alloh taolo bizga hayotning haqiqatini ochiq bayon qilgan. Har kim o'limning ta'mini tetiydi. Hech kim mangulik yaşamaydı. Bu dünyadaki hayatımız ahiretke tayyorlik qilish uchun berilgan bir fursat. Sinoqlar bo'lsa, bizning haqiqiy mohiyatimizni oshkorlash, qalbimizni tozalash uchundir. Bizning kundalik hayotimizda duch kelayotgan sinoqlarning turlari intayin ko'p. O'ylab baxdingizmi? Bir kuni tuyuqsiz kelib qolgan kasallik, xizmatdan haydalish xabari, yaqin do'stingizning orqangizdan pichoq urishi yoki uydagi biror cho'ng jidal. Xuddi ro'zining ochliq va ussuzligi bizni sinagandek, bu sinoqlarning hammasi bizning qalbimizdagi iymonimizni sinaydi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bu haqda bizni oldin ogohlantirib, musulmonning beshiga kelgan har qanday ig'irchilik, kasallik, g'am, andisha, qayg'u, aziyat, tushkunlik, hatto uningga kirgan tikan bo'lsa-mu, Alloh taolo bular sababli uning gunohlarini o'chiradi degan. Aksicha yana bir tarafdan kutilmagan yaxshi bir xizmat, birdilla qo'lga kelgan büyük miqdorliq miros, isil uy, mashina yoki zo'r muvaffaqiyat bularmi bir xil sinoq emasmi? Alloh taolo Qur'oni Karimda liyajziyallazina asa'u bima amilu va yajziyallazina ahsanu bil husna. Alloh taolo yomonlik qilganlarga qilmishiga yarasha jazo berish uchun, yaxshilik qilganlarga yaxshi mukofot berish uchun sinoq qiladi deb bu sinoqlarning g'oyasini bizga ochiq oshkora tushuntirgan. Demak, oyatda sinoqlarning nihoiy maqsadi ko'rsatilgan. U bo'lsa-mu adolatni barpo qilish. Har kim o'z qilmishiga yarasha yo jazolanadi, yo mukofotlanadi. Aziz qarindishim, sizning hayotingiz mana mushundoq ikki xil sinoq orasida o'tib ketaveradi. Siz kengchilik va qisinchilik, sog'lomlik va kasallik, boylik va nomrodlik orasida mengib yuraverasiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bu haqda ajaban li amril mu'min, mu'minning ishi nima degan hayron qolarlik, inna amrahu kullahu lahu khayr, uning barliq ishi o'zi uchun yaxshilikdir. Va laysa zalika li ahadin illa lil mu'min, bu alohidilik faqat mu'minga xosdir. In asabathu sarra'u shakara fakana khayran lah, agar uning xushallik yetsa shukr qiladi, bu uning uchun yaxshilikdir. Va in asabathu darra'u sabara fakana khayran lah, agar uning qiyinchilik yetsa sabr qiladi, bu mu uning uchun yaxshilikdir degan. Mana mu'min xushallikda shukr qilib savob oladi, qiyinchilikda sabr qilib yana savob oladi. Bu hadis bizga hayotga bo'lgan ko'z qarashimizni o'zgartirishimiz kerakligini o'rgatadi. Hamma narsa, hatto qiyinchilikmi bizga berilgan bir fursatdir. Hozirgi kunda biz duch kelayotgan pul-mol qiyinchiliklari, xizmatdagi besimlar, uydagi urush jidallar, bularning hammasi biz uchun birer sinoq. Bu sinoqlardan g'albilik o'tish uchun xuddi ro'zada nafsimizni tizginlaganda qiyin
qiyinchilikda chidamliq bo'lishni, kengchilikda shukr qilishni o'rganishimiz kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda inna fi zalika laayatin likulli sabbarin shakur. Shubhisizki buningda ko'p sabr qilguvchi, ko'p shukr qilguvchi har bir kishi uchun oyatlar, ibratlar bor deb bu ikki xislatning qanchalik muhimligini bizga qayta eskartgan. Oyatda Alloh taolo sabbar, ko'p sabr qilguvchi, shakur, ko'p shukr qilguvchi so'zlarini qo'llangan. Bu ikki so'zdagi mubolag'a shakli sabr va shukrning haqiqiy mu'minning hayotida davomli bo'lishi kerakligini ko'rsatadi. Bu ikki xislat musulmonning hayotini to'g'ri yo'l ustida tutadigan ikki qanotdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sinoqlar haqida dunyoda musibat qancha ig'ir bo'lsa, oxiratda mukofotmi shuncha katta bo'ladi. Alloh taolo bir qavmni yaxshi ko'rsa, uni musibat bilan sinaydi. Kimki u musibatga sabr qilib rozi bo'lsa, Alloh taolo uningdan rozi bo'ladi. Kimki musibatga norozi bo'lsa, Alloh taolo uningdan norozi bo'ladi degan. Aziz qarindishim, shuni yaxshi tushunib olingki, bu dunyodagi ne'matlar va qiyinchiliklar faqatla Alloh taoloning bizga bo'lgan roziligi yoki g'azabining mutlaq belgisi emas. Alloh taolo Qur'oni Karimda fa ammal insanu idza mabtalahu robbuhu fa akramahu va na'ama fa yaqulu robbi akraman va amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu robbi ahanan. İnsan degan shundoqki, Rabbi uni sinab hurmatlasa, keng tasho qilib ne'mat bersa, Rabbim meni hurmatladi deydi. Ammo uni sinab rizqini tar qilsa, Rabbim meni xor qildi deydi deb bu xato tushunchani rad qilgan. Tarixga qaraydigan bo'lsaqmi, islom tarixida ko'plagan payg'ambarlar, solih kishilar ig'ir qiyinchiliklarga duch kelgan. Ammo ular eng yaxshi ko'rilgan bandalar edi. Buning dal aksicha nurg'un zolimlar dunyoda boy-bayashat yashagan, ammo bu ularning Allohga yaqin ekanligini ko'rsatmaydi. Ramazondagi ro'zingiz sizga o'rgatgandek, har birimiz o'z o'rnimizda sinilimiz. Agar tijoratchi bo'lsangiz, pul milingiz ko'payganda shukr qilib zakot bering, yo'qsullarga yordam qiling. Doktor bo'lsangiz, sap-sog'lom vaqtingizda og'riqlarga xizmat qiling. O'zingiz og'rib qolganda bo'lsa sabr qiling. O'qituvchi bo'lsangiz, bilganlaringizni boshqalarga o'rgatib foyda yetkazing. O'rgatishdagi qiyinchiliklarga bardoshlik bering. Da'vatchi bo'lsangiz, boshqalarni Alloh taoloning diniga da'vat qiling. Hargizmi boshqalarning fitnasidan qo'rqmang. Bugungi kunda dunyoning har qaysi joylaridagi musulmonlar turli tuman sinoqlarga duch kelyotadi. Masalan, G'azzadagi qarindoshlarimizning qonliq kurashlari, bizning Sharqiy Turkistondagi qarindoshlarimizning erkinlik uchun tortayotgan jafolari, to'layotgan bedellari, Suriya, Yaman, Arakan qatorliq joylardagi qarindoshlarimizning ig'ir kunlari, bularning hammasi kül ümmetning imanını sınaydigan ig'ir vaqalardir. Qaraydigan bo'lsak, biz bu sinoqlardan o'tilmay sinib qoldik bo'lib qalavatimiz. Hammamiz kimning sepida, kim tarafda ekanligimizni obdan o'ylanib baqayli. Biz zolimlarni kuchlik deb ularning sepidimi yoki mazlum bo'lsa-mu Allohning g'albisiga ishonadigan mazlumlarning sepidimi? Alloh taolo Qur'oni Karimda ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. İnsanlar faqat iymon etdik deyish Allah sınalmay qo'yilamiz deb o'ylamdi. Yo'q aziz qarindoshlar, hammamiz sinilimiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam islom ummatining qarindoshlik bog'lanishi haqida mu'minlarning o'zaro do'stligi, kuyinishi, mehribonligining misoli bir badanga o'xshaydi. Uyqusizlik, qizitmaga o'xshash badandan bir a'zo og'rib qolsa, butun badan bearom bo'ladi degan. Shunglashqa bu hadisdan musulmonlarning haq-huquqlarini qo'g'dash, ularning o'zaro bir-biriga yordam berishi, kuyinishi talab qilinadi. Xulosalab aytgan vaqtimizda hayotingizdagi har bir ish, mayli u xushallik bo'lsin yoki qayg'u bo'lsin, g'alaba bo'lsin yoki mag'lubiyat bo'lsin, Rabbingizning bir sinoqidir. Bu muborak Ramazon oyining oxirgi kunlarida ro'za tutish orqali nafsimizni chiniqtirgandek, boshqa sinoqlarda sabr va shukr qilishni yaxshi o'rganaylik. Oxirat kunida har birimiz bu sinoqlardagi imtihonning natijasini ko'ramiz. Shunga butun qilgan etganlarimizda Rabbimizni esimizdan chiqarmaylik. U dunyoligimiz uchun hozirdan boshlab tayyorlik qilaylik. Ey Alloh, bizni hayotdagi barliq sinoqlarga sabr qila oladigan, ne'matlaringga shukr qila oladigan, sana bo'lgan taqvodorligimizni kuchaytira oladigan bandalaringdan qilgin. Bizni qadr kechasini ibodat bilan o'tkazishga, ming oydan ortiq bo'lgan savobga erishishga nasib qilgin. Amin.